yerda ishlab nima qilasiz, ha? Kayf qilaman, bacham. Kayf qilaman hozir ham. Dada, shu sizga bitta maslahat bersam. Menga shu yerni sotib, biznes qilib bersangiz. Men ishlataman shu biznesni. Hay bacham. Hay. Sizga biznes qilib beramiz, bacham. Nima qilamiz endi biza? Sizni katta qilaylik. Uylantiraylik. Xotiningizni boqaylik. Bachalaringizni boqaylik. Yana biznes ham qilib beramiz, bacham. Nima qilamiz biza? Biza qul-ku. Onasini emsin, biza odam emas. Biza faqat yerda ishlash uchun katta bo'lgan biza. Biznes naqd kerak sizga. Mana biznes, dadangiz ishlatibsiz, onangiz ishlatibsiz. Sizga pul qo'yku bilan. O'tirasiz ana shunday. O'tiring bacham. O'tiring, haymi bacham? Yoshingiz 25 ga kirdi bacham. Qo'lingizdan olib pul ham ish kelmaydi. Yana biznes qilaman siz. Dada, sizga yordam beraymi? Nima yordam berasiz bacham menga? Kredit olib sizga mashina olib bersam. Kredit kim to'laydi? Endi kredit men to'lay olmayman, siz to'laysiz-da. Ana u qonun chiqdi bilsangiz bacham. Xotin nursa qanchadir shtraf qildi ekan. Shuni eshitdingizmi? Ha, eshitdim. Shu o'g'lini ursa shtraf to'lamaydimi bacham? Yo'q. Sen onang. Nima bu? Sabzi dada. Kutma uraman men, nima qilaman? Ana. U ya bitta sabzi olib kelmaysiz bacham. Lekin kaloshicha sabzi qo'yibsiz. Dada? Ha? Jo'ram uylanayotgan ekan. Hay, batar bo'lsin, yaxshi bo'libdi. Nima qilish kerak? Menga ham bitta qiz shakar propti. Sizga tegaman uylanasim deyapti. Nima degi dada? Pashol qo'ydi. Haymi? Sen 300 ga uylanasan. Dada. Nima men tushunmaysiz? Nima men uylangim kelyapti, lekin siz tushunmaysiz. O'g'lingizman-ku dada. Qachongacha yurayman? Yoshim 30 ga boryapti. Meni ham uylantiring, men ham odamlar o'xshab yashagim keladi xotinim bilan. Dada, sizda ham xotiningiz bor-ku. Menda ham xotinim bo'lgim keladi. Uylantiring meni dada. Dada. Molni suv berdingizmi bacham? Yo'q. O'ting bering, hozir men turaman. Ha. Yüzümkilari ko'zimda yosh. Dada, uylantirasizmi yo'qmi? Ha, nimaga? Bo'lmasa kesib tashlayman. Nimaga kerak men uylantirmasangiz? Bacham to'xta. Yaqinlashmang yonimga, yaqinlashmang. Uylantirasizmi yo'qmi? Dangal gapiring. Hay. Uylantiraman bacham, uylantiraman. To'xtang bacham. Jo'ralar, ikkita bachasi bor. Men 30 yoshga kirib yuribman dada. Hay, uylantiraman. Uylantirib joningiz sog' bo'lsin bacham, kesmang faqat. Uylanmasam nima qilaman buni? Kesib tashlayman, tamom. Kesmang bacham. Bacham kesmang. Uylantiraman bacham. Hay, bo'ldi, ishondim. Bu safar uylantirmasangiz kesib tashlayman. Bacham, qara o'tiraverasizmi? Yo'q. O't nimani olib kel? O't. Nima? Hozir. O't nimani olib kel? Nimani olib borish kerak o'zi? Nima u? O'zi qanaqa? Dada, mana olib keldim. Nima bu? Lapatka? Lapatkada mi qo'par bilammi? Ha? Mi qo'par bilammi? Ha? Hay, aytmadingiz-ku dada, mi qo'paradigan olib keldi. La, mi rasvo bo'ldi. Bacham, o't nima olib kel? Buni qo'qaylik. Bilen.                                                                                                             Yüzüm gülerim, gözümde yaş.
Rahmat.